Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Ijevika ko'chati ishqibozlari. Mana bugun Ijevika ko'chatlarimiz Toshkent viloyatida 3000 ta zakaz qilishgan. Mana ko'chirish jarayonini boshlaganmiz. Hozir mana ko'chirish davomida akam bitta video qilib tashlab bering, bir tomonlarni ko'ray deyishdi. Hali kelishmadi. Onlayn savdo qilyapmiz akam bilan. Bitta bog'bon akamiz zakaz qilishgan. Mana ko'chatlar holati, tomirlari juda ham a'lo. Xudo xolasa bezatkasi ko'karadi. O'zi buni bo'yi bundan ham uzun. Ko'karish, yaxshi ko'karish maqsadida shunchadan qilib kesib beryapmiz. O'zi bu 2 yasharlik bu. Mana bular 1 yoshligi. Buni boshqa odam zakaz qilgan, hozir unga ko'chiryapmiz. Keyin ko'p savollar bo'ladi. Aka, bu Ijevikaning necha metrga ekadi, qanaqa ekadi deydi. Sizlarga maslahatim imkon qadar 3 metrga 3 metr qilib ekaveringlar. Chunki buni yaqin eksalaring bir-biriga tez yetib keladi bu. O'sha chekkada turgani ham mana operator akamiz video qilgan. O'sha chekkada turgan, mana chekkada turgan ana shu ham bir tup. Ana shu yerda o'zi hali simga olingan yo'q. O'shancha sizlarga maslahatim 3 metrga 3 metr qilib ekaveringlar buni. Kimdir aytayapti 1 metrga ek deyapti, 2 metrga ek deyapti, yarim metrga ek deyapti deydi. Bu xato. 3 metrdan 4 metrgacha qilib eksa bo'laveradi buni bemalol. Agarda kimgadir shunaqangi sifatli ko'chatlar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin, hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.